Hop, mana sezonlarni ham boshlab oldik. Gazablo'lar ko'rishinglar mumkin. O'ta sifatli, razmerlari ideal holatdagi 600 D markada gazablo'larimiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, mana qolipda ham bir xilda kesilgan. Ustilari ham zavodskiy. Avtomatik reskada kesilib, bir xilda mashq holatda chiqadi. Hammasi mana. Paddonlarimiz 40 tadan. Tashqarida 5-6 mingta gazablogimiz bordi. Hammasi sotilib ketdi. Hozirda mana shular kecha qo'yilib, bugun chiqqan gazabloglar. Qattiqligini ko'rishinglar mumkin. Вообще mashina zo'r holatda. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti. Qurilish qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarga sushilkamizda qayna holatda gazablo'lar tayyor bo'lyapti. Shu avtomatik reskamiz bilan kesiladi. Millimetrgacha to'shnim kesib beradi. Bunisi mana o'rtasidan va tevasidan o'zi avtomatik tarzda kesib olib beradi. Bunimiz o'sha sushilkamiz bo'ladi. 60-70 gradusda shu yerda 14 soat gazablo'lar pishib chiqadi. Ichkarida par, ichkarida issiq ko'rishinglar mumkin. Issiq holatda. Shu pechga kirgan gazablo'lar, xudo xolasa, uyingizga urganingizdan keyin umuman yorilishlar, treshinalar bo'lmaydi. Sababi o'zini me'yorida issiq holatda 14 soat mobaynida pishib chiqadi gazablo'lar. Sraz chunki bu gazablo o'zi 60 gradus issiqlik suvda quyiladi. Sement aralash o'zi 60-70 gradusgacha isiydi. Uni sraz tashqariga sovuqqa terib bersa, o'sha har xil yorilishlar, treshinalar paydo bo'lishi mumkin. Bu gazablo'larda bunaqa narsa bo'lmaydi. Keyin mana shu qattiqligiga ham ancha yordam beradi shu sushilka. Shu sushilka bo'lsa, markasi baland bo'lib chiqadi. Issiqlik hisobiga. Kimga mana shunaqa sifatli gazablo'lar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomli telefon qilaverasizlar. Farg'ona bo'ylab yetkazib beramiz. Narxlarimiz 17 ming so'mdan 600 D markada, ya'ni sifatni ko'ringlar, sifatni. Qirralarini, burchaklarini qaranglar. Idealniy holatda turibdi. Mana paddonga terilganda mana sifat. Baquvvat, badarzat uy bo'ladi. Polistroblo'larimiz ham bor. Kimga polistroblo kerak bo'lsa, 22 ming so'mdan polistroblo'larimiz bor. Naryoqda qo'yilyapti polistroblo'lar. Polistroblo'ga hozirda hop 10-15 kunlik zakasimiz bor. Mana tayyor poklarimiz. Shu poklar bilan polistroblo quyamiz. Mana polistroblo qanaqa bo'ladi deganlarga endi g'ishini ko'rsataman. Mana usti polistrolomboz bosilgan. Effekti juda zo'r. Mana shu pechkaga iymonni ustiga polistrolomboz qilganmiz. 1 gram ham issiqda chiqarib yubormaydi tevaga. Shuni hisobiga polistrolomboz boshilgan. Xuddi shu narsani g'ishi bo'ladi. 22 ming so'mdan joyidan yuklab beramiz. Kimga zarur bo'lsa telefon qilaverasizlar.